2025-yil Markaziy banklar poygasi bo'ladi deb ayta olamiz. Ya'ni ular kim stavkani qanchalik tez va qanchalik birinchi bo'lib tushirishni boshlaydi va bu umumiy bozor dinamikasiga asosiy ta'sir qiluvchi faktor bo'ladi. Masalan, Avstraliya bilan Fedni oladigan bo'lsak, Avstraliya hozirda stavkalarni tushirish niyati unchalik yo'q, lekin Fed yozdan boshlab ancha agressiv tushirib boshlashi mumkin bo'ladi. Bu nafaqat Avstraliya va AQSh dollarlar parasiga ta'sir qiladi, balki umumiy bozordagi oborotlarga, investitsion salohiyatlarga ham ta'sir qiladi. Ikkinchi, agar sun'iy intellektga keladigan bo'lsak, sun'iy intellektga shu paytgacha odamlar algoritmlarni tuzishgan va bozorni katta ko'pchilik kapital aylanmasi o'sha algoritmlar asosida edi. Shu sababli matematik modellashtirishga asoslangan strategiyalar shu paytgacha bozorda yaxshiroq ishlayotgan. Endi kapitalning ko'proq qismi sun'iy intellektga o'tgandan so'ng odamlar sun'iy intellekt tufayli o'zgartirishga, hamma strategiyani o'zgartirishga majbur bo'ladi.